1876 yıl Mart'ta 1877 yıl Mart'ça yani Qo'qondagi majra ayaqlashib Abdurahmon Aqtabachi taslim bo'lgandan boshlab Yoqub Bag'ning qo'shinlari Turpan atrofiga to'plangan mezgilga qadar Qashqariyaning ichki ishlari to'g'risida ancha ko'p narsa qolmadi. Muşu mezgil işide Qashqar xalqining hissiyotida ba'zi muhim o'zgarishlarning yuz berganligida gap yo'q. Bu yerga hustum tut berib qolgan kishida bu o'zgarishni o'ng'ayliqcha sezib ololmasimi, ammo oqibatidan aytganda bunda hissiyot oshkora mojro bilan o'xshashla muhim ahamiyatga ega. Bunda o'zgarishga doir ba'zi ahvolning oqibatini tushuntirish ancha qiyin emas. Bu ahvollardan kelib chiqqan oqibat Atalar G'ozining hokimiyati ojizlashtirib o'tganidan gumonlanish ham o'rinsiz. Yoqub Bag'ning 1875 yil noyabrda Qo'qond oxirgi bir qator mojro yuz berganda ifodalagan haddidan tashqari ehtiyotchanligi uning obro'yini bir qatimliq urushda mag'lub bo'lgandimi qattiqroq ko'paytdi. Ehtiyotchanligi urushda mag'lub bo'lgandimi qattiqroq ko'paytdi. Bu ish uning qo'l ostidagi odamlar ichidagi qo'qonliklarning ro'yiga sovuq suv sepdi. Agar biz mushu odamlarning uning eng qobil eng sodiq muridlari ekanligini esimizda tutgan bo'lsak, u holda mushuning o'zida uning uchun eg'ir zarbiydi. Nurg'on Pokda uningdan norozi bo'lg'uchilar uning bir qism fuqarolar orasida bo'lib qolmasdan, balki butun fuqarolar orasiga keng tarqalganligini tushuntirdi. Tungan yig'iliqi kishilarni bezor qilib qolmasdan, balki bu xalqni xonavayron qilgan bir turli qolliq yig'a bo'lib qoldi. Ruslar bilan bo'lgan burunqi savdodan tafovut qilg'ili bo'lsa-mu, lekin qo'llaydigan va madad beradigan odam chiqmaganlikdan bu savdo oqmay qoldi. Shimol tarafdagi xatarlik tog' yo'llarini Jungoliklar zerikmay ishlab bir mahal ravonlashtirib qo'ygan edi. Hozir bu yo'l G'ulja va Olmuti bilan bo'lgan berish-kelishni to'sish uchun foydalanmoqda. Uningdan eshib tushdig'ini shuki, so'z o'ynatish uchisi bo'lgan Yoqub Bag hamma hunarlarini ish qilsa debmi, o'zining Angliya bilan imzolagan shartnomasining mag'lub bo'lganligini yoshirib qala olmadi. Bu shartnoma uni Angliyadan kutgan homiylikka erishtira olmadi. Uning ustiga cho'ng tabiiy to'salg'ilar uning xalqini birdan-bir savdo yo'li deb hisoblangan yangi savdo yo'liga erishtirmadi. Polsha shartnomasi go'yo Angliya bilan Qashqariyaning munosabatini ustin-tut uzib o'tgandek ko'rindi. Qashqariyaliklar to'liq zirak keldi. Agar ular bu shartnomani ishga davlat o'ttirisidagi birdan-bir aloqa rishchi deb qaraydigan bo'lsa, ularning mushunda qaramasligi mumkin emas. Ular Atalar G'ozining Ruslarning tajovuziga qarshilik ko'rsatishda Angliz nayzillarining yordamiga ega bo'la olmaydiganligini sezgan bo'ladi. Tarixning tuguni mana yerdan chiqdi. Ruslarga qarshi turishda Anglizlar nayzillarining yoki Anglizlar qurollarining yordamiga ega bo'la olmaydiganligini sezgan bo'ladi. Demak, Rossiya bilan Buyuk Britaniyaning bir nuqtadan aytganda gepi ber deganga. Bu fikrning oqibati uzoq qolmay Rossiyaga bo'ysunishga sabr toqat qilish bo'lib chiqadi. Yoqub Bag'ning fuqarolar orasida norozilik mavjud bo'lganlikda uning hokimiyatining ojizlab ketishi muqarrar edi. Dal mushu chog'da yana mushu kayfiyatni amdilardan bayqagan chog'da Manjulaning qaytib kelishi yaqinlashib qolgan edi. Ko'rdingizmi? Rossiya, Angliya Manjulaning yaqinlab kelishi Uyg'uristonga Yoqub Bag davlatiga
yakınlap gelişi kalgan edi. Demek üçünen gepi ber dep bilene vatandaş. Naçkan orta halkı düş kilovatkan muşundak beyte, ah gönül halk, özünün yol başçı etrafı zıç uyuşu, hem de muşu halk jaryanıda mundak bir ortak ihtiyacının barlığına, yani halkının her kayıs terkiplerinin birbirine tehimi yakşı keçürüşü, gerekligini tunup yetişi mümkün idi. Demek vatanperverlik müşiyerliydi, ittifaklık müşiyerliydi. Kuçanın şarkı tarafındaki caylarda eğer yani ahali bulunduğun olsa, ula Yakup Bey'nin vekilinin fermanı boyunca elip verilgan kırgınçılıktan aman kalgan assallık kişileriydi. Bu kişiler Yakup Bey'nin işini anca yaktırıp ketmeydi. Kaşgar şehrini muhafızat kılıdığın garnizon asasen ölümden eşip kalgan Xitay çirikleri, yani atalmış yeni Müslümanlardan tüzülgen idi. Eynadan uygar. Xitay'ın İslam dini işini de hep oylaganlardan uygar. Eynadan uygar. Yani atalmış yeni Müslümanlar müstakıla İslam dinine kirgen kişiler. Tüzülgen idi. Oladın özlerinin Buddhist qarindaşlarına qarşı duruşunu ümit qilish bu mümkün emas idi. Charles Bolger davatıdır. Yani qo'shimcha material qaralsın deydi. Qo'shindagi köp sonliq yangi askarlar Kucha, Aqsu va shu atrofning tungallarıydı. Kişiler atalar g'ozi hech bo'lmaganda shularning orasidan o'ziga sodiq kishilarni topollaydi deb qarab qilishi mumkin. Halbuki ularning orasidami norozilik bor edi. Bu kuchga yoki tungallarga yoki yangi askar Xitoylarga ishinib, shular bilan birga jangga kirish va yoki davlatni mudofaa qilish bu Yakup Bey ilojsizlikdan bo'lgan ishmi yoki xato hükümden çıkarılgan xulosım. Ular Cumhurluklarının yani Manjularning qo'liga tushib qilishdan qo'rqatdi. Chunki begunoh Xitoylarni dal ashular o'ltirgan edi. Yakup Bey bunday jinoyat hech bo'lmaganda qo'l tiqmagan edi. Cumhurluklarning Manjularning g'azab oldi bilan shular qartalatdi. Ama Tungallarning bu hukmronlig'i ochchig'i bor edi. Biron frontda Yakup Bey ularni mag'lub qilgan edi. Ularni oldigandan ko'proq majburlabligidek armiyaga qatnashtirgan edi. Shuni Tungallarning anjalliq bu musulmonlarga bo'lgan o'chmanligi Buddhist junguluklarga bo'lgan o'chmanligidan kam degandimi sanlik kam edi. Dikkat qiling vatandaş. Şuna Tungallarning anjalliq musulmonlarga bo'lgan o'chmanligi Buddhist junguluklarga bo'lgan o'chmanligidan kam degandimi sanlik kam edi. Ularning jasoratli ishlari, ularning hozirgi hukmronning har bir talanti tarafidan mag'lub qilindi. Bular Charles Bolger yozib o'tirdi. Tungallar 1862 yıldan 1865 yılgacha bo'lgan aralıqda başlarını qo'ltiqqa qisib qo'yib, Jungoga qarshi qo'zg'olonga qatnashgan edi. Ular o'z vazifasini o'rlab bo'lganda g'olibiyat mevasini boshqalar tortib olganligini ko'rdi. Shuning uchun Jungoluklar, yana Manjular bostirib kirgan chaqda va maceraçı Müslümanlar öz işçiden yeri kopardı. Öz işçide çatak çıktı. Eğer mundak esqatmaydigan kişiler hesaptan çıkarıp etilse, Yakup Bey'den işçi rasılı kavak qalattı. Lekin Yakup Bey özünün padişahlık tacı ve dini İslam için gazat qilishda yanala muşu assallık kişilerge tayinishga mecbur edi. Mana bu yernim dedik. Başta Yakup Bey'ni tanqidlagandek bo'ldik. Xato bo'ldi. Mana bu yerimde quloq chiqadi. Mush kishilarga tayinishga mecbur edildi.
Demek şu vaktki Kaşgariye ve başka yerlik Uygurlarını teşkilleşki mümkünlük, imkaniyet vermedi. Neymiş ki bu mümkünlük, imkaniyet verilmedi. Siz biz bilmeyimiz tarihin sırrı bu, bilgici Allah. Yakup Bey 1876 yılı kışta bergen kışta yerken bilen Kaşgar'da kural yarak, ok duru ve harbiy zapas toplaşkı ciddi kirişivatkan çağda bunda azarçılıkını sezgen bolsu mu tayyorlikni davamlaştırıverdi. Şu çağda o muşundaq şaraiti salmaklık bilen iş görüşden. Özü en çoğun baturana taktika, fronti özel taktika arkalık cüngünlüklerini yemep gitelisem de her kanda kıyınçılık ve kıyım xatarlarını tamamen yemep giteleymen dep qaraydı. Manama Batur'un sanatı, kahramanın sanatı, siyasiyonun sanatı, taktiksisi ve stratejisi hürmetli götenler. Bunda qaraş onun kalbide en mühim urun tutkallıktan, o özünün hemme koşununu cümleden tungallanıma Tanrı Tanrı'nın Canubi etkiyi toplap, turpandı baştap kurdu. Müşahit toktayımız vatandaşı.